Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep toktapqa yerden yani davamlaştırıştırışımız inşallah. Bu tefsirinin ki medreslerinin en mühim maraqdın boğunu. Et-tefsir bil ma'sur deyli. Ma'sur lan tefsir kılış. Yani tefsir bir rivayet demek. De. Bunu özü Kur'an-ı Kerim'nin üzde bayan ve tafsilatını ayatının bazısını bayan kılış, tafsilatını ibaret. Bu kelgen narsa bunu öz qo'yniga qoladi deydi. Rasul alayhissalatu vassalamdan naql qilingan buni o'z ichiga oladi. Sahoba ikramlardan naql qilingan buni o'z ichiga oladi deydi. Anda bir sahoba ikramniki Allohning rizoligi ularning ustiga bo'lsin. Ular bo'lsa Qur'oni Karim haqiqatan tushga yana ko'rgan, shu shohid bo'lgan, shunaqa deydi. Ham bu Qur'onning tafsir tavilini tu'nig'anladi. Va tabiinlardan mu naql qilingan bu manqul buni o'z ichiga oladi. Ki ula bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nemisinden, mektep medreseden ve sahabe-i keremlerinki bu medresin çoğu su işken ağalatı değil. Ki ağant bu Peygamber Aleyhisselam'ın ve medreselerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çoğu sahabelerden kılgan bu nimeti tabi'illah dedi. Ancak tabi'in ki mupassir an nabighin. Tafsir şunas ki hem en uçuk yetken tafsir kılıçtı. Zirek mıynak deyildi. Tafsir bil Ma'sur'un kitaplarının en muhimrağının katarından bakını Camiül Bayan dedi. İmam Tabari için. Bu kişi Hicri 310 yıl ketken dedi. Bu olsa qadr qimmat jihatda tafsirning eng katta eng cho'ngrog'ini qatoridan deydi va Ma'limut Tanzil degan kitob bu imom Bag'aviy uchun bu kishi hijriya 516 yil o'lib ketgan deydi. Bu kishi bo'lsa bu nimada bu sihhatni aytib bek jiq o'ylaydi bu kishi deydi-da. Qavl va rivoyatni iborat tilg'angan narsaning ko'pincha sihhat sog'lomlik tarafini sog'lomlik tarafini bek o'ylagan deydi. Va Hafiz ibn Kasir'in kişinin tafsiri. Bu kişi Hicriye 774 yılı obutlab ketken dedi. Bu olsa nima tafsirin fayda jihatda, fayda yetkizish jihatda eng muhim va eng katta cho'ngrog'ini qatorida. Ve bu tefsirin toplaş yeni bir baskıçını baştan geçirdi. O simo tefsir baskıçı. Onunla bir ictihadi bir marka onu sığalıp gelgen. İctihadi bir nima bir markası. Tabi degen zima da poştu markası. Muşuna galbi kıgan, muşunda bir baskıçınço baştan geçirdi. Bir qancha o'limalar chunki nima bo'lgan desa ilm har xil ilm bosqichlardan nihoyatda bir nima bo'lgan bir chekiga yetgan bundoqcha aytganda shundoq bir alayda bo'lgan bundoqcha aytganda barau bir yerga yetgan shunaqa o'limalar deydi. Bu ularning qatoridan o tafsir o qilish jarayonida Qur'oni Karim tafsir qilishchi eninga qalb kelgan ilmga bir ilm qilingan cheklanganlar bor. Masalan, faqih desak, o fiqhiy masalalarni o'zlar nas keltirdi bas. Va o fiqhiy masalalarga uni qarata ko'p fiqhiy boshqa tarmoq masalalarni shoh chiqirdi. Yana uni shu bir tal usul shu fiqhiy masala qarab, nurg'un fiqhiy masalalarni uni qarab, ulardan tabriq, uni shoh chiqirdi. Xabariyle olsa bu kıssa mandakka bu ahvallara bunu kıslan gelmiş bekarak oldu. Nahviyullah olsa nahviden ibaret bu hüne bu alaylıkını meydan çıkarıp aşkara kılışka bek urnudu. Balagat ilgileri olsa balagi tarafını bekarak canlandırıp bunu izhar kılışka bek buludu. Ve bayan, i'cazlı bayani tarafı bekarak könül buludu. Müşterepini özde geldi. Bek buludu. Ulanın Katar'dan bir adam, bir kişi bugün topluluk şu Kur'an-ı Kerim'le tefsir kılışları yanında bir neçe xil ilimlarni. O ilim için yine Kur'an-ı Kerim'e alakası olan bir neçe xil ilimlarni o toplagan kişi oldu deydi.
Şu müfessirlerin bazısı ehl-i sünnet vel cemaattin buldu ve yeni bir bazı ehl-i sünnet vel cemaatinin gayrdan boğalım ba. Böyle bid'at sahipleri olan bid'at xor mübteda itikadın egilerden boğan e, başka ehl-i sünnet vel cemaatinin gayrdan boğalımı buldu deydi. Ve bu tefsirge yönünüşünki her xilligilan turguluk asr sahabe davridan keyin tefsir qilindi Qur'oni Karimni. Tefsirge bo'lgan ihtijoatning har xilligilan har xil bo'lishidan sahobalarning davridan keyin tefsir qilindi Qur'oni Karimni. Uning tafsiridan nima bilan o'xshashmagan ko'z qarashlar. Ki zıt karşı karşı oldu bu. Kur'an-ı Kerim'den tefsirini çoğu tefsirden sağlam boğan narsaga karşı muhalif olgan göz kararışlar bilan tefsir kılınıp mı kaldı deydi. Yoki sadamat tusadimu ya tefsirden qoida ustiga biraz to'qinish qiladigan ara bilan cho'q ko'z qarashlar bilan Qur'oni Karimni tefsir qilinib qoldi. Shuning bilan Allah Teala'nın bu kitabı, kalamını tefsir kılışta bazı bir hata, sahvelik yüz verip kaldı dedi. Şundan bu Kur'an-ı Kerim'in hidayeti ve Kur'an-ı Kerim'in çoğu icazi tarafından jirahlaşık abba bu ahvalde. Ve bu Kur'an-ı Kerim'in şunun düşünüşten biraz buruluşunun sebepleri nime kaydıdı dese, doğru yüzünde Kur'an-ı Kerim'in düşünüşten biraz hada yahid degeni da şu burulamışını aydap gitip verip roluna da biz mamak çıkan ya onga ya biz solga kırıl burulgan ne hada yahid de koydum da buruluş. Kur'an-ı Kerim'in doğru yüzünde çoğu to'g'ri tushunishdan burilishning sabablari bir necha omil qaytadi bir necha ishlarga deydi. Uning birinchisi asos muhimrog'i ishonch qilgan tafsirning manbalaridan chetnash va uning sog'lom usulidan chetnash va va adamu va adamu diqqa va uning nima qilmaslik Alloh to'g'ri. Oyatninki ma'no mazmunlarini tushunishga diqqat qilmaslik buni qaytadi. Yoki o'zining xohishiga bo'ysunish, ixdouha lil ahvo val bida, havo havas, bidat o'zining xohishiga bo'ysundirish yoki oyatni. Buni qaytadi sabab. Andan keyin qandoq bu tafsirga kerak bo'ladigan shartlarni tatbiqlashda biroz yetarsiz bo'lish. Bilasin, bile bilmezlik kılım şuna lügat bu Araplik kılım tercüm kılatkan bir etraflı qarak bir nim kılış onun metod iktidarı yok. Aşınlan derhal kılım tefsir kol zatı koyup, tül zatı koyup onun tatır tefsir kılığa işmiş ne olgandı. Tefsirge gerek olgan, lazım olgan şartlar hakkında çok bir yetersizlik kılış. Ve İslam ölümalardan bir top cemaatil meydan keldi. Qanday olup bu tefsirin biraz süzüp çıkışkan. Ve bu sırttan kirgen tahrip ve ziyadat, onu özgertiş, artık kuş, o bu ibaret sırttan kirgen narsa. Tahrirlep buna bir tasqaşqa. İslam ölümalardan bir top cemaat meydan keldi. Ve bu nimine bu sırttan kirgen bu narsani o'zincha u nimaga yoki bu tafsirni qaytirishga sog'lom bir sahiy bir vaziyatga va sog'lom bir tushunchaga qaytirishga tafsir ma'sur bilan bo'lgan madrasaniki maktabning zavai nurg'a binoan sog'lom bir vaz va salim bo'lgan bir tushunchaga qaytirish uchun islom ulamolarida bo'lgan bir jamoat maydonga keldi deydi. Bu qanday qiladi degani bu Qur'oni Karimni Allohning kitobini tilovat qiluvchiga yordam bergan ishlarning qatoridan bu. Oyat-i karimani tushunishda uning sog'lom, to'g'ri ma'nolarga uyg'un holda oyat-i karim tushunish uchun kitoblarni tilovat qilishga yordam berdi ular. Xo'sh,
Va nima qilishda desa, tafsirning asosiy maqsad muddaoga yetishdi. Va ehtiyoj bu asrda qisqagina, onun uchun tafsirning usul qoidalarga rioya qilingan qisqagina bir tafsirni qo'shishga mushu davrda nihoyatda bir muhim kechikisi bo'lmaydigan bir ehtiyoj tushdi. Va o tafsirninki manba, mavaritlarda kelish o'rni rioya qilinadigan salaf solihlarning tutgan yo'li bo'yicha shularning yo'l ustida manhaj ustida o tafsirning mavaritlarga rioya qilingan holda qisqa bir tafsirni qo'yishga ehtiyoj nihoyat tug'ildi. Bu Bu tafsirun muxtasar o vaqtda tafsirini bayon qilish kepillik olgan bo'ladi-da. Nima kelsa odamning qalbi, mu'minlarning qalbi biroz bir taskin topadigan, xotirjam bo'lgan bir yo'sinda mushundaq nima bo'lgan tafsirini bayon qilishga kepillik qiladigan mushuna qisqa bir tafsirga ehtiyoj tushdi deydi. Va uning biroz insonning qalbiga ishonch turg'izadigan bundaq bir ehtiyoj tushdi. Va tafsirnichu va bu xil tafsir qanday qilindi deganda bu tafsir taqdim qilib tafsirni nihoyatda ro'shan, yengil, qisqagina iboratlar bilan boshqalarga sunadigan mundaq bir qisqa bir tafsirni maydon qilishni qo'yishni talab qiladigan bir ehtiyoj tushdi deydi. Ki ro'shan bo'ladi. Ro'shan bo'ladi bu nima? Bu tafsir bilan Qur'oni Karimning ma'nolari, o'sha ma'no maqsadlari ro'shan bo'lgan, mana qisqagina, labsnayt yengil iboratlar qisqa, mana iboratlar bir nima qiladi? Bu tafsir muxtasar, mana bir tafsirni sunadi deydi. Bundaq tafsirgacha tafsir muxtasar hojat tushdi deydi. Bu tafsir muxtasarlar labzlarninki ma'no mazmunlari va u labzlarning qurilmalari ham oshkor bo'ladi. İnsanların köpünsünün zihni ve idrakinin gayb olan aslında ibaret bu labzlarninki ma'no mazmunlari ve tarkibi qurilmasi oshkor bo'ladi deydi. Oshkor bo'lgan mana tafsir muxtasarga hojat tushdi deydi. Shu paytda qanday bo'ldi deganda, bu Malik Bahtninki bu nimasi mujamma, bu Qur'oni Karimni bostirgan mujamma Madina Munavvaradagi bu Qur'oni Karimning ma'nolarini yetkazishdan iborat bu omonatga kuzatuvchilik qildi deydi. Arabcha so'zlamaydigan va arabcha tunimaydiganlarga nisbatan mushunda bir Qur'oni Karimnichu bu Qur'oni Karim bostirgan bu matbaaxona Malik Bahtninki mushu nimaga Qur'oni Karimning ma'nolarini ham yetkazishdan iborat bu omonatga ishrab qilgan bo'ldi endi. Bu bo'lsa o Qur'oni Karim uchun ahli bo'lmagan kishininki kirish bobi. Qur'oni Karimga ahli emas. O başka mesela ecemlamo yani ehli meskelekimize ecemla ehli olmayan yani Arap olmayan yani ecemlami kirdiği işik bu kıskına bu tefsir. Ve kirdi onundan nime bir ilke bir garazlik bir maksat koçum kirip kalıda bazı iftira maksadı mı? Ve Allah subhanahu teala'nın ki kitabı koçu bir suikast maksadı mı kirdi bazı maksat koçum. Ve bu mucemmaga bir akaba, bir to'salg'u bir duch keldi da bu. U nima desa, Qur'oni Karimning ma'nolarining to'g'ri, mana tarjimasiniki mukammal, yetarlik bo'lmaganligidan iborat. Chunki uning bo'lgan, chunki bu uningga mukammal tarjima, bu xil uning tarjima u nudu ba'zi bir malhudatlar bo'lib qoldi deydi u tarjima ustida. Masalan, ba'zi bir o'limalar tarafidan ko'z qarash va mayamanda qaraq bo'lib qolibdi, man tuzish kerak ekan, u degandek.
Qandaq bir tarjimaki buni matbaa qilish uchun qaytib bostirish uchun bir tanlangan, tarjih qilingan bir tarjima bo'lsa, mushu matbaaxona mujamma Malik Fahd mujamma tarjim matbaa qilingan bir tarjim bo'lib qolib qolsa, o'tidi bu qandaq desa, bir nihoyat inchga bir murojaat qilish marhalini o'tidi. Avvalda murojaat qiladi, shayx shuyux mushunga mutaxassis bo'lgan mufassirlarning oldidan o'tidi. Va inchikilab biroz tekshirish bu bosqich o'tadi. Bir qancha ishonchlik va mushunga mutaxassis bo'lgan guruhlar tarafidan deydi. Nima uchun esa shu tarjimada yuz berib qolgan ba'zi kamchiliklarning o'zini tep chiqish uchun Muşnunlan bu tercümeçi davamlışıdı qandaq desa bu mujammaga hech qanday qilqi boshqalarcha nuqillanmasdan tumuhat bir narsani ko'z tikkanmasdan mushundoq mushunlan tarjima anakin bu mujammachi hech qanday nim bo'ladi onun qalqı mujamma o'tib qo'ygan bu matbaaxona Malik Fahdning bu mujammasi matbaaxona o'tib qo'ygan narsaga hech qanday ular binasiga qistirolmasdan onun qalqi istehzo iftira o bu qo'yolmasdan davomlashadi bu tarjima deydi. Bir necha naiti o'zini to'xtalib mandaq naiti nim bilan sabrjonlik bilan naiti nim bilan dars qilgandan keyin buni naiti bir to'xtalib dars qilgandan keyin buni bu mujamma Qur'oni Karimni Qur'oni Karim uchun tafsir qilinadigan Qur'oni Karim uchun tafsir qilingan bir tafsirni chiqarishni uyg'un ko'rdi. Bir uzun bir qator dirasa mutaanniya da bir qator o'ylanib ravrs o'zmi qatorda to'xtalib manda qilib bo'lgandan keyin bu matbaaxona Qur'oni Karim bosilgan bu mujamma Qur'oni Karim uchun tafsir o'ng'aylashtirilgan Qur'oni Karim uchun osonlashtirilgan bir tafsirni chiqarishni uyg'un ko'rdi arab tilidan tafsirining usul qoidasiga uyg'un oldi va uning asil yıldızlıq manba maraci masadirga mavaridga uyg'un oldi. Nima uchun bu mujamma matbaaxon narsiga nim bo'lgan bir o'li asos olsun uchun Qur'oni Karimning ma'nolarini tarjima qilishdan boshqa islom xalqininki va islomiydan g'ayri bo'lgan xalqlarning tilga nim qilishdan tarjima qilishdan iborat deydi. Xo'sh, mushunga asos olsun uchun qanday qilindi deydi. Buni shu qoidaga rioya qilindi. Va tanlandi bu Qur'oni Karimninki bu tafsirul muxtas buningki bu tafsirul muxtasarninki tunji siyg'illarini qo'yish uchun onunğa ilim va kafoat, onu şu layoqatlik deb şunun ilmiga va layoqatga guvohlik berilgan tafsirshunos ustozlardan bir turkum cho'lpon tanlangan bu ustozlarni tanlandi. Bunun tunji siyg'isini qo'yish uchun bir qancha kontrol ostida. Onun muhimdan bo'lgani qaysi esa oyatni tafsir qilish e'tiqod jihatda salaf solihlarninki mazhab ko'z qarashiga uyg'un oldi tafsir qilish. Ikkinchi tafsirni ma'sur bilan tafsir qilishningki tafsir bil ma'surdan iborat sahih bo'lgan narsani boshqasiga biroz ilgari chiqish, boshqa qo'yish. Üçüncü, masalan, cheklanish naqlda, sog'lom so'zda naqlga cheklanish yoki kuchliroq arjaqqa shunga cheklanish. To'rtinchi, Qur'oni Karimning nimasini ibrazli hidoyatul Qur'oniya, Qur'oni Karimning hidoyatul Qur'oniyni oshkor qilish va tafsir orqali shariatning maqsadlarini ham oshkor qilish deydi. Beşinci, ibaratni ayeti qisqa, oddiy, yengil qilish. G'arib lafzlarni bayon qilish bilan billa, g'arib lafzi kelib qolsa, uning ma'nosini bayon qilib qo'yish bilan billa.
Onun bir qator izohat berishlar bilan tafsir orlig'ida. 6. Tafsir shunaqasinki oyatga muvofiq, oyatga barobar bo'lgan ma'no ustida to'xtalish. Shunisi to'xtash. Ortiq binas qo'shib qo'ymaslik. Va boshqa oyat kelgan ba'zi ziyodatdan o'zini biroz jiroq bo'lish. Chunki uni bu oyatning o'zi o'rni tafsir qilindi, boshqa oyatlar olgan bo'lsa. 7. oyatning ma'nisincha nimaga bevosita xabarlarga ehtiyoj bo'lmasin mubosharatan oyatning ma'nisini keltirish. Lekin uni bir ehtiyoj zarurat tug'ilib qolib qolsa, chaqirib qolib qolsa, uni yo'l boshqa. U bo'yicha uningda nima bo'lsa bo'ladi? Axborlarga qarasa bo'lmaydi, xabarlarga qarasa bo'lmaydi. Oyatning ma'nisiga mubosharatan shu ma'nisini keltirish deydi. 8. tafsirni habs u kimdan? Osimdan. Shuning habsning rivoyatiga uyg'un holda tafsir qilish. 9. qiroatlarning zikrini tilg'ib o'tirmaslik bilan unda uzoq bo'lish. Ilmi tajvid masalalarini. Nahv sarf, i'rob, balog'at masalalarida biroz uzoq bo'lish bundan. Buni deb o'tirmaslik deydi. 10. Har oyatni alohida mustaqil bayon qilish, tafsir qilish. Va ba'zida ikki oyat ya ikkidan ko'proq oyatning ma'nosini jamlash bo'lib qoladi. Ma'nolarni bog'lanish bo'lgan holda bir-biriga bu oyatning ma'nosi bog'langan, bir-biriga tutashtirgan holda u vaqtda ba'zida ikki oyat, ikkinchi qaraq oyatning ma'nosi bir yerga ba'zida kelib qolgan ish bo'lib qoladi. Qur'oni Karimning naslarining labzlarincha qayta iyoda qilinib, qayta beqator deyilib bo'lgan nasni ikkinchi yana iyoda qilinmaydi. Lekin lam zaruratdan jatidan. Har oyatning tafsirining beshida u oyatning raqami beqator bayon qilindi. Raqam bayon qilib, anan keyin u oyatniki o'zi oyatdan keyin tilg'ilindi. Bo'ladi tafsir bu Mushafil Madinat Nabaviy, Payg'ambarimiz shu Masjid Nabaviyninki, ashari Qur'onninki bu cho'rsiz sig'dira oladigan darajaga miqdor bo'lib o'tdi bu tafsir. Ammo o tafsir matnisi Qur'on nabismayda shari'a yimbi varaqqa mana o'rgatgan yo'q. Ashninki Qur'onning cho'rsi sig'dira oladigan miqdorda bo'ladi. 11. 12. tafsir qiluvchininki rioya qilgan bo'lishi. Nima rioya qilgan bo'lishi? Bu tafsir olsa boshqa tillarga yaqin tarjima qilindi deydigan rioya qilishi. Unda qo'ygandan keyin uni tarjima qilish qiyin bo'ladigan ba'zi istilohiy kalimalarni tilga olishdan biroz uzoq bo'lishi. Uzoq bo'lish shuni rioya qilgan bo'lishi deydi. Va chuqur tirishchilik ko'rsatdi bunaqa bu vakil qilingan ustozlar yuqorqi tilga olingan kontrol qilishlar bilan tafsirni tayyorlab chiqishga unaga vakil qilingan ustozlar alohida tirishchilik ko'rsatdi. Va qanday bo'ldi deganda bu tunji bu lajni tarafidan yozgan narsalarning o'zini murojaat qilish ham tamom bo'ldi. Malik Fahd mujammada Qur'on bosmish uchun bo'lgan Malik Fahdninki, Podshoh Fahdning bu nimasida mujamma bu sarayda bu yozgan bu lajninki tarafidan ular bu ustozlar vakil qilingan nimani yozgan narsani murojaat qilish, bir qator ko'zdan kechirish bu ham bitdi. Bu yozib bo'lish mullam nashr qilgan ishonmadi. Xo'sh. Qur'oni Karim bu Mushaf Sharifnincha mutbatba qilish uchun deydi. Tabatul Mushaf Sharifi bu yuqori ketdimi? Malik Fahdninki mujammada Qur'oni Karim musba'ni qilish uchun bo'lgan. Buningda Madina Munawvarga bu nimaga murojaat qilish tamom bo'ldi. Aningdan keyin ikki vazorat Allah yani ketdi bu. Yer qolib. Aningdan keyin bu islom ishlar shu'un islomiya ministrligi haqidagi
ikki guruh tarafidan murojaat qilish bu tamom bo'ldi. Şuun İslamiye ve Dava ve İrşad Riyaz'daki Memleket Arabistan Saudi'nin payitahtı Riyaz'daki davet başkalarına hak çakırış ve o başkalarının çoğu hak yolunu körsüp koyuştan ibaret. Muşu ministerlik urulada ikki grup tarafından hem bunu müracaat kılış ne oldu tamamlandı deydi. Ne için degende bu xil tafsir o tafsirni o'ttirg'a chiqish qo'yishdan iborat bu maqsadi haqiqiy vujud chiqsin uchun deydi. O'ziniki ma'no va o'ziniki lafzlarda ma'nisida va mabnahu degan o'zining ma'no lafzida ma'no va mabnosida degan ma'nisida va lafzida sog'lom holda maqsadi u Qur'oni Karimni u tafsir muxtasarni qo'yishdan iborat maqsad maydonga chiqsin uchun deydi. To'g'ri yo'sin, to'g'ri holda. Anandan keyin tunji matbaa qilindi. O'xshashmagan hajmlar bilan. İnsanlar buni cho naati ega bo'lishga, uni setib olish emas, uni erishishga iqtidor, ya'ni imtilak deganmanda. Uni malik qilishga, ega bo'lishga erishib oldi. Nima uchun deganda uningda o'ng'aylikdan, oddiylikdan maqsad qilingan ma'noni uqtirish jarayonida, ado qilish jarayonidagi oddiy o'ng'ay yo'ldan ifodalashdan iborat bu xil aloyidlikdan jahdidan insonlar buni qiziqdi. O'ziniki bitta endi bu tafsirni hadya qilish o'ziniki avvalgi tajribalarininki nimada o'ziniki tunji bosqichda matbaa qilish jarayonida bu tafsirni hadya qilish vazorat tarafidan, ministerlik tarafidan va bu mujamma tarafidan hadya qilish bitdi. Tamomlandi. Kimga? Mujamma tarafidan ilm ahliga. Ilmiga qilishcha bitdi buni hadya qilish. Va mush Qur'on ilmini dars qilish haqidagi muxtassin, mush alayda ixtisosshunoslarga va nurg'un jamialarga va ilmiy tadqiqot markazlariga hadya qilish tamom bo'ldi dedi. Qandaqki bo'lsa, insoniyatninki tirishchiligining tabiati shu. Bu insoniyatning tirishchiligi qancha berga yetib ketsimi, ba'zi g'alat xato ketib qilish, sahviy nuqsondan salomat bo'lmay qolishi bor. O kamalatga yetmaydi inson har qancha bo'lsin u inson u. Unda bir keyingi mundaq bir inchiklar uchun bir xil mundaq bo'lib qopti degan mustadrik uchun bir majol bor unda. Onaga munoqishninki mundaq bir nimasi qoldirib qo'ydik demoqchida unda. Bu qabul qildi bu ministerlik o'rni va shunsiz mujamma yana bir qancha o'xshashmagan ko'z qarash malhudatlarni topshirib oldi. Manda xo'p qoptimi, manda xo'p qoptimi, ya'ni o'ngishimiz kerak ekanmi, ya'ni yoki ortiq xo'p qopib degandek. Bu tafsir muyassar haqidagi o'xshashmagan malhuzatlarni bu ministerlik o'rni ham shunaq bu mujamma mushunda matbaa qilgan basmaxona bu nimacha bir qancha o'xshashmagan malhuzatlarni topshirib oldi. Ulan bu malhuzatlarning kelgan narsaning hammani jami nima qilish, dars qilish ham bitdi. Dars qilindi uni qaytadan o'tirg'a yeyib. Maxsus mushu maqsadda mujammaning o'zida mushu matbaaning o'zidagi mujammada mushu maqsad uchun talab qilingan, shu birlashib qurishtirilgan guruh tarafidan nima qilindi? Bu kelgan malhuzat o'xshashmagan ko'z qarashlarning o'zini qayta uni munoqish qilib dars qilish tamom bo'ldi deydi. Shundan bu qanday qilindi? Naydi bu malhuzatlardan nurg'un yaxshi narsani elindi. Bu ilgari salaf solihlarning manhajiga rioya qildi, tafsirining usuli va uning maraji mavarid kelish o'rnida deydi. Va bu tafsirning cho'liq nimada tafsir muyassarning o'zidagi buningga mushu haqdagi elingan kontrolga rioya qildi deydi. Zavabitul ma'va zavabitul ma'xuz biha. Nurg'un kontrolga elingan bu kontrollarni tafsirul muyassar haqida elingan kontrol haqida
tafsir va mana salaflarning manhajiga uyg'un oldi deydi. Va murojaat qilishga o'xshash. Nima bo'ldi bu kompyuter? Murojaat qildi. Ketdik ya. Murojaat qilishga o'xshash bu nima? Bir to'plum, bir majmua yoki bu lajna murojaat qilib lajnashga o'xshash tafsirda takror qilingan lafzlardan bo'lgan bir to'plum, bir to'p, bir majmua lafzlarga ham murojaat qildi. Masalan, at-tasdiq val jahd val yaqin degan lafzlar o'xshash. Bu islohiy kalimalarning aloqasini bo'lganligi uchun tafsirga va salaf solihlar aqidasiga. Buning ham bir majmua bu nima qildi, murojaat qildi deydi. Bu lajna. Va murojaat qildi ham Asmaulloh taolo va u Asmaulloh taoloning sifatlarining ma'nolariga murojaat qildi. Va ketdi bu. Va ma'noda muttafiq bo'lgan ba'zi ma'nodosh bundaq lafzlarniki o'xshashlarga, nazoirlarga ham murojaat qildi. As-suvar va sabiin degan o'xshash. Bu lafzlarni tafsir qilindi, tafsir qilindi bu lafzlarni bir narsaning o'zlari, şeyning o'z nafsidan tafsir qilindi bu lafzlar. O tafsirda o har qanday nimada o lafzi kelgan o'rnining har qanday tafsirda deydi. Va o'zgartib bo'lajdan ya Muhammad deb bir oyatning ba'zi kelgan tafsirlarning o'zida ya Muhammad degan lafzincho masalan Rasululloh alayhissalom nido qilib ya Muhammad deb tafsir qilgan lafzlarning o'zini ya ayyuhar rasul deb ma'noga tag'ir qildi deydi, o'zgartdi. Agar oyatning siyoqi mushriklarniki da'vat qilishida yoki mushriklar bilan hujjatli jarayonda bo'lgan bo'lsa deydi. Ya uning ahli kitob uning nimaga ahli kitobga bayon qilingan narsa bo'lgan bo'lsa yoki umumlarga umum xalqqa tabliq qilgan o'rinda bo'lsa deydi. Ya Muhammad degan gaplarni o'zi ayyuhar rasul deb bunga tag'ir qilindi, o'zgartildi deydi. Yoki shu lejni o'zgartdi. Xo'sh. To'rt qaytalyaptimda. Va o'zgartdi bu lejna. Ayyuhan nabiy degan bu lafz mazkurni ya Muhammad degan lafz mazkurni ayyuhan nabiy o'zgartdi. Agar oyatning siyoqi mo'minlarga xitob bo'lgan bo'lsa yoki bir shar'iy bir ahkamni bayon qilmoqchi bo'lsa, lekin 11 o'rinda tafsirdan qanday qilindi bu nidoni ya Muhammad degan nidoni ashbet qoldirildi. Aşkema huwa qanday o'zbit. Nima uchun ular bu Payg'ambarniki payg'ambarligiga iqror qilmaydigan odamning so'zni hikoya qilmoqni jatidan bundaq o'rinlarda, bundaq 11 o'rinda buningga ya Muhammad degan kelimning o'zini ayyuhan nabiy o'zgartirilmadi. Ening qaddamisicha bu ya Muhammad degan lafzni ayyuhan nabiyga o'zgartirib tafsir qilindi deydi. Bu lejna boshqa bir ma'noni qo'shdi. Tafsir muyassarda tilg'ilingan boshqa nima uchun tilg'ilingan narsaga boshqa bir ma'noni qo'shdi. Agar Qur'onning lafzi ashni ehtimol keltirish durust bo'lgan bo'lsa, ashni ehtimoli bo'lgan bo'lsa, bu ikki ma'noning birisini tarjih qilmasdan agar ash ma'noga ehtimol keltirgan bo'lsa, qanday qildi? Bu tafsir muyassarda zikr qilinganға yana bir ma'noni qo'shdi deydi. Chunki Qur'oni Karimni masalan nihoyatda qisqa lafzlar bilan mo'l ma'noni ifoda qilindi deydi. Va bir oyatning ma'nosini ham bu oyatning ma'nosi oyatdan ilgari oyatga
bağlanış hem bağlandı. O hem tamam oldu. Bağlanıp bunda tefsir kılındı. Eğer bu ayetning ma'nosini tushunish, u ilgari oyatga tushunishga qarashgan bo'lsa, bu xil bu oyatni bog'lab, agar tushunish qarashgan bo'lsa, mushu bog'lanishga, keyingi oyatni ilgari oyatga bog'lanish qarashgan bo'lsa, bog'lanish ham bu bitdi. Keyingi oyatni avvalgi oyatga bog'landi dedi. Va nim qanday qilindi? Ogohlantirish berildi. Bir qancha oyatning tafsirining oxirida tugansida ki onundacha Rasululloh alayhissalomga tavjih qilingan xitobdan iborat bu oyatlardan bir qancha masalan nimani bir qancha oyatni tafsir qilishning oxirida bu shundoq tanbeh qilindiki, chuqur bu oyat butun ummatga, garchi buning xitob payg'ambar alayhisolamning o'zi xos bo'lgan bo'lsa-mu, buning bu ahkam, avomir, navohilari butun ummatga deb mandaq buni ogohlantirish berildi deydi. Hem bu gruppa iboratning o'ng'ay, ro'shan tarafiga ham rioya qildi. Nima desa bu nimani cho shu elingan nimada ay iboratni elingan ta'dilat jarayonida tahqiq o'zgarish jarayonida bu gruppa buni aytgan bo'ldi deydi. Va labzningki oyat karimning tafsirining siyoqidagi labzning kelishiga olgan munosabat jihatlarda iboratning yengil ro'shanligiga bu gruppa bilan ko'ngil bo'ldi deydi. Bir qadar imkon kuchaytgan miqdorda. Va qanday qildi deganda, enangda o'qigan odam uchun bir xil g'arobatlik bor ekan, bir xil uning ma'nosini darhol bilinmaslik. Buna o'xshash o'quvchiga enangda g'arobat bo'lgan labzning hammasini bayon qilishning o'zini alayda qattiq ko'z tutish bu ish ham tamomlandi. Chunki buning bu kalamning siyoqida bir xil aniqsizlik yoki uqumsizlik bo'lib qolmasligi uchun deydi. Yana bu gruppa ta'dilatni bu uni e'lingan ta'dilatning hammasini qanday qildi deganda, o e'lingan tafsir habsninki rivoyatiga uyg'un bo'lish mushning rioya qildi deydi. O habs osimdan ma'no va irob jihatdan Alloh subhanahu va taolodan mushu tafsirni tayyor qilgan, murojaat qilgan kishining hammasiga o'rtoqlash qilgan hammasiga yaxshi mukofot berishni so'raymiz. Hatto chiqdi bu tafsir mush o'zining yangi kiyim bilan edi. Qashibah degani yangi kiyim bilan. Va ular uchun bu Alloh subhanahu va taolo bir ajr va savobni katta cho'ng bergay ular bu bag'ishlagan tirishchanlikqa binoan deydi. Allah subhanahu wa taala hammilarga bu o'zi yaxshi Alloh yaxshi ko'rgan, Allohim rozi bo'lgan mushlarga udullab tavfiq ato qilgay. Alloh duoni tinchlig'idir. Hamda xosdir Alloh taologa, andaq Alloh taologa va Allohning ne'matlari barliq yaxshi ishlar, solihatlar tamom bo'ladi. Va sallallohu vasallam va baraka ala abdihi va rasulihi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Dersimizdeki bu saatlik dersimiz to'xtaydi, mushlan kifoyalaymiz. Dersimizin davomı keyingi saatte. Va axiru da'vadan elhamdülillahi robbil alamin.